Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan men Temurbek, Temur Karvon kanali admini. Bugun xudo xolisa sizlar uchun tayyor bunaqangi go'zal uy joyni ko'rmagansizlar, maza qilinglar. Uy joyga haqiqatan gap yo'q. Haqiqiy yog'och duplardan, qizil yog'ochdan ishlangan materiallardan qurilgan uy joy. 100% pishgan qishga qurilgan. Uy joyda mebel, jihozlar, kaminlarni aytmaysizmi? Kladovkalari, ichidagi saunalar, hamma narsasi bilan srochna sotiladi. 5 sotikli uy joy xonadon sotuvga qo'yildi. Ko'chalarni ko'ryapsizlar, to'liq asfalt. Jiloy mahalla. Boshidan oxirigacha asfalt mana. Kelasiz, ko'rasiz, maza qilib yashaysiz. Baraka topadigan joylar. Like, podpiska esdan chiqmasin. Video boshida aytaman, manzili, lokatsiyasi bo'yicha hammasini aniq tushuntirib beraman. Katta yo'ldan qaranglar, 100 metr ichkariga kirasizlar. Toshkent Bekobod trassasi mana. Bu tarafilar Toshkent, bu yoqqa To'ytepaga, Bekobodga qarab ketasizlar. Qo'yliqqacha turgan joyimizdan 6 kilometr uzoqlikda turamiz. Food Citygacha 2 kilometr uzoqlikda. Turgan joyimiz Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani. Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini Ibn Sino ko'chasi. Optniyda hamma biladi, mana orientirsalarga Optni hamda Optniyda yo'l yuzida katta ichki ishlar bo'limi bor. O'sha ichki ishlar bo'limidan shunday o'tganinglardan keyin o'ng qo'lga shunday mahallaga mana 100 metr kirasizlar. Mana shu to'rdagi xonadonimiz 5 sotikli uy joyimiz 100% pishgan qishga qurilgan qizil yog'ochdan ishlangan xonadon sotuvga qo'yildi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib gazni bosib savdosini qilaverasizlar. Xizmatlar bo'lsa tepardagi raqamlar o'zimniki. Xizmatinglarda Temur Karvon. Uy joyda narxini xonadon egasi qo'yadi, biz qo'ymaymiz. Biz faqatgina elga, yurtga uy joy narxlari bo'yicha faqatgina ma'lumot berib boramiz. 5 sotikli uy joyimiz boshlang'ich narxi 125 ming AQSh dollari so'ralyapti. Ya'ni o'tadigan, kelishadigan joy bor. Uyi, joyi, lokatsiyasiga qarab narx-navosi o'ynaydi. Shuning uchun ko'raverasizlar. Qo'yliqqacha 6 kilometr dedim, Food City 2 kilometr uzoqlikda. Bog'cha, maktab, magazin sharoitlar zo'r. Hamma narsa bor. Kelib ko'rib baraka topinglar. Like, podpiska esingizdan chiqmasin. Videoni boshladik. Hammaga rahmat. Qani ketdik. Mana shu 5 sotikli uy joy ko'ryapsizlar mana. Xudo xolasa boshladik. Atroflar to'liq qo'rg'on qilib o'ralgan. Gaz, suv, svet, internet kommunikatsiya tizimlar o'tgan, sharoitlar zo'r. Mahalla jiloy mahalla, buzilish, qurilish sinosi hech nimaga tushmagan. Mana uglovoyda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Shunday yurasizlar 300 metrdan keyin bog'cha, maktab, hamma narsa bor. Katta yo'ldan 100 metr kirdik mana, yonida do'kon. Bu yoqda ham bog'cha bor. Mana uyda orqasi bog'cha nargi taraf. Mahalla zo'r. Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani. Mana tungi chiroqlar hammasi o'rnatilgan. Uglovoyda joylashgan xonadon ko'ryapsizlar. Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani, Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini Ibn Sino ko'chasi. Xonadoni rus millatiga mansub inson, ruschada gaplashaverasizlar. Telefon raqamlarini tashib etaman. Egasi o'zi aloqaga chiqib savdolashib gazni bosinglar xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Uy joyga gap yo'q lekin. Haqiqatdan o eski boylarning uy joylari ekan. Xudo xolasa kelib ko'raverasizlar. Mana bunaqa hovlilarga tapchallar qilingan. Mana bu yoqlarda mana qaranglar. Ham o'tinga mo'ljallangan ekan mana. Qozonni qo'yib, shashlik qozon ko'yib hammasini qilaverasizlar mana. Mana buni tegib, mana zinani tegi ham kladovka ekan, mayda-chuyda narsa qo'ygani. Uy joy zo'r, ideal holatda. Atrofda bitta ko'rsatib o'raman, keyin ichkariga kirib chiroyli qilib obzorni boshlaymiz. Xonadon mana shu setkagacha, setkaning nargi tarafi qo'shnining uy joyi. 5 sotikli uy joy xudo xolasa. Mana ko'ringlar. 125 ming dollar so'ralyapti. Ya'ni o'tadigan, kelishadigan joy bor xudo xolasa. Savdosini qilaverasizlar. Chegara o'rtada mana devor tortilgan setka. Endi xonadonning ichiga kiramiz xudo xolasa. Xonadonda hamma narsa qoladi. Teglarni ko'ryapsizlar, mana bunaqa kafellar terilib, juda ham chiroyli qilingan. Bir paytlar betlar bunaqa uy joylar bilasizlar, qanaqa qimmat bo'lgan, zo'r bo'lgan. Xonadonga kirib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana buni ishlanganini qaranglar uy joyda. Oyoq kiyimni yechib olaylik mana.
Polnistiy qizil yog'och ekan, dub dedi, originaldan qilganman deyapti. Mana. Konditsionerlarni ham ko'ryapsizlarmi? O'sha Ester payti eng qimmatlari bo'lgan. Mana. Hamma narsasi qoladi, ko'rayotgan narsanglar. Issiq suv, sovuq suv hammasi bor. Ochib ham ko'rsatamiz, mana. Suvdan muammo yo'q. Joylashishi zo'r. Mana bular hammasi qizil yog'och ekan bular ham. Dubdan qilingan deyapti. Zakazga qildirilgan narsa bu. Zakazga qilganmiz deyapti. Xo'sh, bitta xonalarga kiramiz. Bu yoqda sanuzel, sauna, ichkarida mana ko'ryapsizlar, juda ham zo'r qilingan. U yoqlarga ham o'tamiz. Birinchi bu yoqda ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana xonadonga kirib kelaverish, teglari tepli pol, juda ham ideal holatda. Mana kamin mana ko'ryapsizlar. Bu ham hammasi yonar ekan. Ishlaydi, xohlaylar, shashlik qilinglar, uyda istinglar, вообще zo'r deyapti. Mana eshiklar ochilganda mana bunaqa bunga urilmasligi uchun qaranglar. Hammasiga mana bunaqa qo'yilgan ekan. Ishlanishiga gap yo'q mana. Bu yog'i mana tegi podvol ekan mana. Mayda-chuyda narsa qo'ygani. Uy joy gap yo'q. Mana qo'yilgan romlar ham hammasi originali, zo'ri. Birinchi chiqqan akfalardan qo'ydirganmiz deyapti. Uyda hech kim yashamayapti. Mana 2-3 yildan beri deyapti, yashamagan. Qancha shamol tashqarida, qor, yomg'ir bo'ladi-yu mana. Bir o'shandan beri mana 2 yildan beri endi kirdik. Mana tokchalarda bitta chang yo'q deyapti. Qaranglar. Haqiqatan zo'r ishlangan ekan. Xo'sh, bu yoqdagi xonadan boshlaymiz. Mana bunaqa mebel jihozlar hammasi qolar ekan bular. Olib ketmaymiz deyishyapti. Eshiklari вообще og'ir ekan. Zo'rida, originalida. Eshiklar og'ir, zo'r. Ishlanishi mana uy joyiga gap yo'q. 125 ming dollar so'ralyapti. Yana o'tadi, kelishadi, xudo xolisa. Savdosini qilaverasizlar. Teglarni ko'ryapsizlar mana. Atapleniya tizimi hammasi paravoylar bor. Muammo yo'q atapleniyadan. Voy, uyni sovlat yomon bosyapti, lekin gap yo'q ekan. Inshaalloh bizga ham buyursin shunaqa uy joylar, sizlarga buyursin. Har bir insonga buyursin, xudo xolisa. Ko'ynidagidek xonadon olsin. Eshiklari mana bunaqa qizil yog'ochdan ekan, original. Hammasi kelib tekshirib olaversin deyapti. Egasi karis ekan, o'zi bilan savdoni qilaverasizlar. Karis millatiga mansub amaki. Sotayotgan sababi endi pul kerak. Shuning uchun sotilyapti. Endi bularni bilasizlar, o'zlari uchun boplab uy joy quradi. Qimmat qilib materiallarni ayamagan ekan, eshiklar mana originali zo'r qilingan. Xonalarda har bitta xonada konditsioner ekan mana. Ko'rasizlar? Ishlangan, zo'r. Teglari mana hammasi ideal holatda. Hozir naryoqdagi uylarga ham o'tamiz. Birinchi mana sanuzelga, saunaga kirib chiqaylik. Bu yoqda eshiklar qaranglar, ishlangan. Orqa taraflari. Mana bu yoqda xolodilnik turibdi. Mana upakovka ochilmagan. Qoladi hammasi. Mana bu yoqda dush mana. Ishlanishi, ko'ringlar hammasini. Teglari. Mana. Bu yoqda dushni ichi mana. Mana bu yoqda endi parelka ekan, parlanib o'tiradi. Maza qilib. Ishlanishiga gap yo'q lekin. Qo'yil mana bunaqa isitish tizimi mana atapleniyaniki ko'ryapsizlar. Lekin olgan odam maza qilib yashaydi, xudo xolisa. Uy zo'r ekan haqiqatdan. Kirib kelaverish bu yoqda mana sanuzel, hojatxona, mana bitta rakvina, yuvinish xonasi. Mana zanglab ketibdi. Mana aytib o'tib ketaman. Zanglab ketibdi. Anchadan beri sababi ishlatilmaganda olasizlar, yangisini qo'yasizlar, xudo xolisa. Mana. Paravoylarni yoqib qo'yibdi kelishimizga. Issiq xonadon. Atapleniyaga gap yo'q. Mana.
Hammasini ko'rsatyapman. Ko'ringlar. Uy nihoyatda zo'r holatda. Xudo xolasa. Hovliga chiqamiz endi. Hovlilarni ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Darvozaxonani ko'rdinglar mana. Darvozaxona bemalol hovliga mana nechta 3 ta 4 ta mashina sig'adi. Narginisi kaletka. Mana. Konditsionerlar mana bunaqalar qo'yilgan. Bu yoqda garajga kirib chiqaylik. Garaji. Keyin tepada boloxonaga chiqamiz. Garaj ham katta mana. Polkalari bilan mayda-chuyda narsa qo'yasizlar. Garajda mashinani qo'yib qo'ysanglar bo'ladi yoki bu hovlida tursa ham bo'ladi. Sababi naveslik ekan mana. Qaldirg'ochlar insof qo'yibdi. Zinadan tepaga ko'tarilamiz. Mana bu yoqdan ko'rinishi uy joyida. Bu yoqda xona yana bitta. Uy joy zo'r, xudo xolasa. Olgan odam maza qilib yashaydi. Alloh nasib qilsa. Balkondan bu yoqdan ko'rinishi mana. Setkan nariyog'i qo'shnining uyi, setka devoldi. Pastga tushamiz, orqa tarafda kladovkalarga kirib, kladovkalarni ham ko'rsatib yuraveraman yoki bo'lmasam kelib o'zingizlar ko'rib olaverasizlar. Xo'sh, bu tarafdan o'tdik. Mana eshik qo'ni qo'shni bilan kirdi chiqdi. Yaxshi inson bilan, shunaqa insonlar bilan qo'ni qo'shni bo'lsanglar, maza qilasizlar. Uyni ko'ryapsizlar mana. Eski sovet paytidagi mramor kroshkalar. Bu yoqda tashqarining hojatxonasi. Mana uyni ko'rinishi bu tarafdan. Zo'r holatda, xudo xolasa. Tashqarining hojatxonasi ham toza ozoda mana ishlangan. Gap yo'q. Uzumlar mana mevali daraxtlarda nima bor desanglar, uzumlar ekib tashalgan, огородlar chopib, chiroyli qilib qo'yilgan. Bu yoqda mana kladovka ham katta ekan mana. Kladovka katta. Yo'q, ochilmadi. Tepasi qisib qolganmi deyman. Kelib ko'rasizlar, ochib ko'rasizlar-da. Bu yoqda ham bitta xona bor xullas. Joy zo'r, lokatsiya zo'r. Alloh nasib qilsa, sizga buyursin, nasib qilsin. Kelib olib qolasizlar. Sizlarga buyursin. Like, podpiska esdan chiqmasin. Pastdagi raqamlar uy joy xonadon egasiniki. Xizmatda Temir Karvon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarga rahmat.